Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimizda Linux dunyosiga sayohat qilamiz. Asoslari va tarixini ko'rib chiqamiz. Ushbu o'quv bo'limi zamonaviy IT infratuzilmasining asosi bo'lgan Linux operatsion tizimining fundamental tushunchalarini o'rganishga qaratilgan. Biz Linux nima ekanligini, uning qanday paydo bo'lganini va nega bugungi kunda axborot xavfsizligi sohasida ajralmas vosita hisoblanishini ko'rib chiqamiz. Kurs maqsadlari: Linux yadrosi va operatsion tizimi o'rtasidagi farqni aniqlash, Linuxning Unixdan kelib chiqish tarixini bilish, Linux distributivlari tushunchasini tahlil qilish, Kali Linuxning axborot xavfsizligidagi rolini tushuntirish. Dastlabki qadamlar: Linux tarixi va asosiy tushunchalar. Linux dasturlashni qanday o'zgartirdi? Linux nafaqat operatsion tizim, balki ochiq manbali falsafaning timsolidir. Uning tarixi Unix tizimidan boshlanadi, ammo yosh finlyandiyalik talaba Linus Torvaldsning sa'y-harakatlari tufayli global hodisaga aylandi. Biz ushbu bo'limda Linuxning paydo bo'lish sharoitlari va uning asosiy boshqaruv mexanizmlari, yadro arxitekturasi, ya'ni kernel bu yadro deyiladi. Shu haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lamiz. Birinchisi Linux tarixi, operatsion tizimning qisqacha paydo bo'lishi va rivojlanish jarayoni, distributivlarning farqi, turli Linux turlari va ularning o'ziga xos xususiyatlari. Kali Linuxga e'tibor qaratamiz, chunki penetration test uchun mashhur vositalarini, imkoniyatlarini shu Kali Linuxda ko'rib chiqamiz. Linux nima? Yadro tushunchasi. Ko'pincha Linux atamasi ochiq manbali operatsion tizimlar oilasini anglatadi, ammo texnik jihatdan bu atama faqatgina yadro, ya'ni kernel operatsion tizimning markaziy asosini ifodalaydi. Ya'ni Linux to'liq operatsion tizim emas, balki tizimning eng muhim komponentidir. Protsessor va xotira resurslarni boshqarish va dasturlarning xotiraga murojaatlarini tartibga solish. Tashqi qurilmalar kiritish va chiqarish, ya'ni input-output qurilmalari bilan aloqani o'rnatish va boshqarish. Vazifalarni rejalashtirish, protsessor vaqtini turli jarayonlar o'rtasida adolatli taqsimlash, ya'ni multitasking. Uzilish so'rovlari, interruptslar. Tizimda yuzaga kelgan muhim hodisalarni tezkor qayta ishlash. Qisqacha ta'rifi: Linux yadrosi operatsion tizimning miyasi bo'lib, apparat, ya'ni hardware va dasturiy ta'minot, ya'ni software o'rtasidagi ko'prik vazifasini bajaradi. Linuxning kelib chiqishi: Unix va Linus Torvalds. Linuxning ildizlari 1970-yillarda mashhur bo'lgan Unix operatsion tizimiga borib taqaladi. Unix tijorat tizimi bo'lsa-da, u ko'plab keyingi operatsion tizimlar, jumladan Linuxning ham ideologik asosi bo'ladi. 1970-1980-yillarda Unix hukmronligi bo'lgan Unix korxonalar va universitetlarda asosiy operatsion tizimga aylanadi. Uning arxitekturasi turli tizimlarga, shu jumladan ta'limiy maqsadlar uchun yaratilgan Minixga ham ta'sir ko'rsatadi. 1987-yil Minixning yaratilishi Andrew tomonidan Minix yaratiladi. U manba kodi ochiq holda universitetlarga tarqatiladi. Bu tizim Linus Torvalds uchun ilhom manbai bo'ladi. 1991-yil Linusning qarori finlyandiyalik talaba Linus Minixning arxitekturasidan, ayniqsa mikroyadro dizaynidan norozi bo'lib, o'zining monolitik yadrosini yozishga kirishadi. Bu mikroyadro va monolitik yadroni, ya'ni bu ikkita kernelni hozir ko'rib chiqamiz alohida. 1991-yil sentyabr Linuxning 0.02 relizi, ya'ni birinchisi chiqadi. Torvalds o'z yadrosini internetda e'lon qiladi. Bu Linuxning rasmiy boshlanish nuqtasi hisoblanadi. Yadro arxitekturasi: mikroyadro va monolitik yadro. Linux yadrosi yaratishda Linux Torvalds va Minix muallifi Andrew o'rtasida arxitektura bo'yicha keskin tortishuv bo'lgan. Bu ikkita asosiy dizayn tamoyilini tushunish
muhimdir. Monolitik yadro Linuxdagi yagona jarayon sifatida ishlaydi. Barcha xizmatlar bitta manzil maydonida kernel space joylashgan. Funksiyalarni to'g'ridan-to'g'ri chiqarish hisobiga tezkor va samarali ishlashga ega. Bitta xizmatdagi xato butun yadro tizimining ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Mikroyadro Minix yadro turlari jarayonlarga, serverlarga bo'linadi. Ayrimlari user space'da, serverlar o'zaro inter-process communication orqali aloqa qiladi. Bu ishlashni sekinlashtirishi mumkin. Barqarorlik yuqori. Bitta server ishdan chiqsa, boshqalari ishlayveradi. Modullilik ya'ni. Linux monolitik yadro tezlik va apparat bilan, ya'ni apparat deganda hardverni nazarda tutyapti. Samaraliroq ishlashi tufayli shaxsiy kompyuterlar uchun afzal deb hisoblagan. GNU loyihasi va Linuxning birlashuvi. Linux o'z yadrosini yaratgan paytda Richard Stallman boshchiligida GNU loyihasi bepul Unixga o'xshash operatsion tizimni yaratish ustida ishlayotgan edi. Ular yadrodan tashqari barcha komponentlarni, ya'ni kompilyatorlar, shell, utilitalarni tayyorlab bo'lishgan edi. Aylanma jarayon bo'shliqni to'ldirish. GNU dasturchilari o'zlarining Hard nomli mikroyadrosini rivojlantirishda kechikishlarga duch keldi. Ayni shu vaqtda Linux yadrosi barqaror va ish holatda kelgan edi. Natijada GNU tomonidan yaratilgan utilitalar va dasturlar Linux yadrosi ustiga qo'yildi. Shu sababli biz bugungi kunda foydalanadigan tizimlar ko'pincha GNU Linux deb ataladi. Chunki ular ikki gigant loyihaning Linux yadrosi va GNU utilitalarining sintezidir. Linux distributivlari to'liq operatsion tizimlar. Yadro, ya'ni kernel Linux faqatgina motor vazifasini bajaradi. Uning ustiga GNU utilitalari, grafik muhit, dasturiy paketlar, menejeri va boshqa dasturlarni joylashtirganimizda bu to'liq ishlaydigan tizimga aylanadi. Ana shu yig'indiga distributiv tarqatma deyiladi. Distributivlar bu o'rnatish va foydalanish uchun tayyorlangan butun tizim paketidir. Har bir distributiv o'zining maqsadi va falsafasiga ega. Linux yadrosi apparat bilan aloqa, ya'ni hardver bilan aloqa, GNU utilitalari, buyruqlar va muharrirlar, paket menejerlari, dasturlarni o'rnatish. Grafik muhit grafik muhit esa foydalanuvchi interfeysi. Linuxning motor yadro ekanligini unutmang. Ubuntu, Debian, CentOS kabi nomlar esa bu motordan foydalanadigan turli xil avtomobil modellaridir. Linux distributivlari xilma-xilligi Linuxning ochiq manbaligi tufayli, ya'ni open source bo'lgani uchun yuzlab distributivlar mavjud bo'lib, ularning har biri muayyan foydalanuvchilar guruhining ehtiyojlariga moslashtirilgan. Quyida distributivlarni tasniflashning asosiy mezonlari keltirilgan. Maqsadga ko'ra, serverlar uchun CentOS, Red Hat, Installer, Ubuntu, Mint yoki o'rnatilgan qurilmalar Android. Biznes modeliga ko'ra tijorat, masalan Red Hat, Enterprise Linux yoki notijorat hamjamiyat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Debian. Yangilanish usuliga ko'ra standart release davriga ega, masalan Ubuntu har 6 oyda yoki Rolling Release Arch Linux doimiy yangilanish. Interfeys turiga ko'ra faqatgina buyruq satri, command line interface yoki to'liq grafik interfeys tizimlar. Mana endi Kali Linuxga yetib keldik. Kali Linux axborot xavfsizligi mutaxassisining quroli. Bizning o'quv kursimiz uchun ayniqsa muhim bo'lgan distributiv bu Kali Linux.
U penetration test va raqamli forensika uchun maxsus ishlab chiqilgan. Kali Linux 2013-yilda Debian asosida OffSec, ya'ni Offensive Security tomonidan yaratilgan. U axborot xavfsizligi sohasida standart vosita hisoblanadi, chunki unda xavfsizlik sinovlari uchun zarur bo'lgan 600 dan ortiq vositalar oldindan o'rnatilgan. Asosiy maqsadlar: penetration test, kirish sinovlari, zaiflik tahlili, vulnerability analysis, kompyuter forensikasi, digital forensics, teskari muhandislik, ya'ni reverse engineering. Kali Linuxning asosiy xavfsizlik vositalari kategoriyalari. Kali Linux o'zida to'plagan vositalarning xilma-xilligi bilan boshqa distributivlardan ajralib turadi. Bu vositalar turli bosqichlardagi hujum simulyatsiyalari va xavfsizlik tahlillari uchun optimallashtirilgan. Ma'lumot to'plash uchun Nmap kabi vositalar orqali maqsad, ya'ni target tizimi haqida dastlabki ma'lumotlarni yig'ish. Zaiflik tahlili, tizim va ilovalardagi xavfsizlik teshiklarini aniqlash. OpenWAS va Nikto simsiz tarmoqlarga hujum, Wi-Fi tarmoqlarining xavfsizligini tekshirish, ya'ni AirCrack orqali. Web ilovalar hujumlari, veb-saytlardagi zaifliklarni topish uchun Brute ishlatiladi. Eksploatatsiya, aniqlangan zaifliklardan foydalanish vositalari, Metasploit frameworki. Kali Linuxni o'rganish axborot xavfsizligi sohasida juda muhim hisoblanadi.